Hazreti Umar Nuaymdan u xabarni olgandan keyin ularning rostilla musulmon bo'lgan yoki bo'lmaganligini aniqlash uchun tog'asining o'g'li Said ibn Zayd bilan singlisi Fatimaning uyiga qarab mangdi. Dal shu chaqda Xabbab ibn Aratmo ularning uyida bo'lib, uning qo'lida Qur'oni Karimning Taha suralaridan oyatlar yozilgan bir varaq bor edi. Xabbab bu oyatlarni Hazrati Umarning yeznisi va singlisiga o'gitish bilan mashg'ul edi. Shu asnoda ishikka yaqinlab kelgan Umarning ovozini anglagan Xabbab darhol ishkirdagi uylardan biriga kirib yo'shirindi. Fatima bo'lsa Qur'on varaqini tizining ostiga qo'yib Umardan yo'shirishga tirishdi. Ammo ular Qur'on o'qiyotgan vaqtda Umar ishik oldiga kelib bo'lg'achqa ularning ovozini anglab qolgan edi. Bayatdan beri kusullashib nima o'qiyotdinglar, aytinglar deb tahdid soldi. Ular xato anglab qolgan o'xshaysan. Biz hech nima o'qimadik deyishdi. Ammo Umar, "Yo'q, men hammani bildim. Sizlar Muhammadga bayat qilib, uning diniga kiribsizlar" deb ching turdi va yeznisining oldiga berib, uni silkishlashga boshladi. Bu arada erini akasining qo'lidan qutuldirmoqchi bo'lgan Fatimani urib yarlantirdi. Ahvol bu yerga kelganda yana taqat qilishga chidamagan yezinisi va singlisi vaqirgan holda, "Shundoq, biz musulmon bo'ldik. Allohga va uning payg'ambariga iymon etdik. Angladingmi? Endi qo'lingdan kelganini qil" deb uningga qarshi turdi. Umar singlisining yuzining qonga bo'yalganligini ko'rib, sal yumshidi va o'z qilmishiga pushaymon qilishga boshladi. U ichidan o'kingan holda singlisiga qarab, "Bayotin o'qigan narsani menga bergina" deb o'tindi. Umar savodliq edi, ammo singlisi norozilik bildirib, "Uni yertib etishingdan qo'rqaman" dedi. Umar butlarga qasam qilgan holda, "Qo'rqma, sana saq peti qaytarib beraman" deb uningga kepillik berdi. Umarning bu so'zini anglagan singlisi uning islomni qabul qilib qilishidan umidlanib mundoq dedi: "Menga qara aka, sen butlarga cho'qinganliging uchun hozir nejis, meynat holatdasan. Halbuki Qur'onni pokiz kishilar tuta oladi" deb uni ogohlantirdi. Shuning bilan Umar yuyundi. Ondan singlisi uningga u varaqni berdi. Umar u varaqga yozilgan oyatlarning bir qismini o'qib, "Voh, voh, nima degan go'zal, nima degan ulug' so'zlar bu" deb o'zining hayronligini ifodalashga boshladi. Bu so'zlarni yo'shirinib olgan yerda turib anglagan Xabbobmi uningdan xotirjamlanib o'ttirg'i chiqdi va uningga: "Ey Umar, menga qara, sening payg'ambar alayhisalomga ergishishingni Allohdan umid qilaman. Chunki tunigun uning: 'Ey Alloh, islomni Abul Hakam ibn Hisham yoki Umar ibn Xattobning birisi bilan kuchlantirgin" deb duo qilayotganligini anglagan edim. "Ey Umar, unda qilma, Allohga bo'yin ekkin." Bu so'zlarni diqqat bilan anglagan Umar: "Ey Xabbob, undaqda Muhammadning nada ekanligini aytib bergin. Men berib musulmon bo'lay" dedi. Buningga bakmi suyungan Xabbob, payg'ambar alayhisalom Safo yenidagi palonchi uyda qolgan. Uning yanida bir qancha sahobalarimi bor dedi. Umar qilichini esib, darhol payg'ambar alayhisalom va sahobalar turayotgan uyga qarab yo'lga chiqdi. U yerga berib ishni qoqdi. Uy ichiga Umarning ovozini anglashi bilan sahobalardan biri ishikka berib sirtni kuzatdi va Umarning qilichini yeniga osgan holatda ishik oldida turganligini ko'rdi. U huluqqan holda payg'ambar alayhisalomning yeniga berib: "Ey Rasululloh, ishik oldida Umar turdi. Qilichini yeniga esib olibdi" dedi. Buni anglagan Hamza: "Qo'yib bergin, kirsin. Agar niyati yaxshi bo'lsa, bizmi uningga yaxshilik qilamiz. Agar niyati yomon bo'lsa, uni o'z qilichi bilan o'ltiramiz" dedi. Payg'ambar alayhisalommi: "Ishikni ochinglar, kirsin" deb buyurdi. Sahoba berib ishikni ochdi. Umar ichiga kirishi bilan payg'ambar alayhisalom o'rnidan turib qarshi oldi. Uning yaktikini siqimlab turib bir silkidi va: "Ey Ibn Xattob, bu yerga nima maqsad bilan kelding? Menga qara. Shu xiyongni o'zgartmasang, Alloh sana cho'ng baloy ofat beradi" deb ogohlantirdi. Umar: "Ey Rasululloh, bu yerga Allohga, uning payg'ambariga va Allohdan tushgan haqiqatlarga iymon etish uchun keldim" dedi. Payg'ambar alayhisalom xushalligidan takbir aytishga boshladi. Takbir ovozidan Umarning musulmon bo'lganligini uqqan sahobalarmi ich-ichidan suyunib ketdi.
Hazreti Umar o'zining musulmon bo'lganligini tushuntirib, mundaq deydi: "Men o'zim islomdan yiroq bo'lish bilan qolmay, boshqalarni ham yiroqlashtirdim. Uningdan boshqa jaholiyat davrida ichimlik bilan bakmo ulfatdosh bo'lib, har doim ichib turardim. Bizning Hazura degan yerda yig'iladigan bir yezimiz bor edi. Qurayshlik ulfatlarim bilan u yerdagi Banu Mahzundan Amir ibn Abid ibn Umronning uyiga yaqin bir yerda yig'ilib ichishatdik. Ham ko'ngil ochatdik. Bir kuni kechda odatim bo'yicha ulfatlarim bilan tepishish uchun u yerga bordim. Ammo u yerda hech kim yo'q edi. O'zimga ajaba palonchining mayxonasiga berib boqaymi deb o'yladim. Makkada bir maypurush bor edi. Uning qishig'iga borsam, balkim ichkidak biror narsa topa olarman degan xiyol bilan shu yerga qarab mangdim. Ammo unimi topolmadim. Ondan Ka'baga berib 7 yoki 70 turlik tavob qilaymi deb o'ylab Ka'baga bordim. Ka'bani tavob qilmoqchi bo'lib turatdim. Birdilla payg'ambar alayhisalomning o'ri turib namoz o'qiyotganligini ko'rdim. U namozga turgan vaqtda oldini Sham tarafga qilatdi. Ka'ba Sham bilan uning orasida qoladi. U doim Ruknul Asfad bilan Ruknul Yamamaning orasida turib namoz o'qiydi. Uni ko'rish bilan uningga yaqinlashib, nima o'qiyotganligini bilib boqmoqchi bo'ldim. Lekin meni tuyuqsiz ko'rib qilib, cho'chib ketmasin degan xiyol bilan Hijri Ismoil tarafdan Ka'baning yo'piqining ichiga yo'shirinib olgan holda nihoyat asta mengib, uningga qarab ilgirladim. Payg'ambar alayhisalom namozda bo'lib oyat o'qiyotdi. Mengib dal oldiga keldim. Uningga shu qadar yaqinlashdimki, aramizda Ka'ba yo'piqidan boshqa bir narsa qolmagan edi. U o'qigan Qur'onni anglab, qalbim shurrida erib, ko'zlarim namlashdi va ichimda islomga bo'lgan bir xil hissiyat paydo bo'lishga boshladi. Payg'ambar alayhisalom namozini tugatguncha o'rnimdan qimirlamadim. U namozini tugatib, Ka'badan chiqdi. U uyga qaytish yo'lida Ibn Abu Husaynning uyining yonidan o'tdi. Yo'l sa'iy qilingan yerdan chiqquncha mushbeti davomlashatdi. Ondan Abbas ibn Abdul Muttalib bilan Azhar ibn Abdi Avfning uyining orliqidan, uningdan keyin Al-Ahnas ibn Shuraqning uyining yenidan o'tib, yo'lning oxirigacha mangandan keyin ondan o'z uyiga yetib boradi. Uning uyi Darur Raqtada bo'lib, u atrof Muaviya ibn Abu Sufyonga qaraydi. Men uni yo'l bo'yi kuzatib mangdim. Dal Abbas bilan Ibn Azharning uyining orasiga kelganda uningga yetishdim. Payg'ambar alayhisalom ovozimni anglagandan keyin mening o'zining keynidan kelayotganligimni bildi. U o'ziga biror yomonlik qilib qo'yishimdan ansiragan edi. Menga nihoyat jiddiy qiyofatda, "Bu vaqtda bu yerlarda nima ish qilib yuraysan, ey Ibn Xattob?" deb so'radi. Men Allohga, payg'ambariga va Allohdan kelgan haqiqatlarga iymon etmoqchiman deb javob berdim. Payg'ambar alayhisalom xushalligidan Allohga hamd sano o'qidi va menga "Alloh taolo sana hidoyat ato qildi, ey Umar" deb xushalligini ifodalagandan keyin muborak qo'llari bilan maydamni siladi va menga duo qildi. Ondan yo'lini davomlashtirib uyga ketdi. Anglashlarga qaraganda Hazrati Umar musulmon bo'lgandan keyin Qurayshlar ichida kim eng ko'p g'aybat shikoyat qiladi deb surishtiribdi. Kishilar uningga Jamil ibn Muammar al-Jimhini ko'rsatib qo'yibdi. Hazrati Umar uning oldiga berib, "Ey Jamil, menga qara. Men musulmon bo'ldim va Muhammadning diniga kirdim. Sening buningdan xabaring bormi?" deb so'rabdi. Jamil javob bermabdi. Hazrati Umar uning kiyimidan tutib silkishlabdi va o'ziga sal qaramaslik haqida ogohlantiribdi. Jamil bu ishni xalqqa yeyish uchun sirtqa qarab mengibdi. Umarmi uning orqasidan iz besib mengibdi. Jamil Ka'baning darvozasiga yetib kelib, ovozining boricha, "Ey Qurayshlar, Umar ibn Xattob o'z dinini tark etibdi" deb varqirashga boshlabdi. Uningdan keyin Hazrati Umar xalq ommasiga qarab, "Yo'q, bu odam yolg'on gap qilyotdi. Mening hech qanday dinim bo'lmasa, qaysi dinni tark etaman? Men faqat musulmon bo'ldim" deb ularni masxara qilgandan keyin, "Shahodat aytamanki, Allohdan boshqa ibodat qilishga loyiq iloh yo'qdir. Muhammad uning bandisi va elchisidir" debdi. Bu so'zlarni olgan xalq g'alyon chiqarib, Hazrati Umarga qarab yo'pirilib ketdi. Hammasi uni urib yanchivatmoqchi bo'lgan ekan.
Hazreti Umarmı ularni urib, o'zini qo'g'dashga tirishibdi. Mana mushundaq atigan sahar vaqtidan toki kun tiklashgacha tirkishib turibdi. Oxiri holsizlanib yerga yiqilibdi. Xalq uning beshiga yig'ilibdi. Hazreti Umar ularga qarab, "Menga qaranglar. Meni nima qilmoqchi bo'lsanglar, shuni qilinglar. Ammo Allohning nomi bilan qasam qilamanki, agar biz eng oz bo'lganda 300 kishi bo'lgan bo'lsak, yo biz sizlarni bu yurtdan qo'g'lab chiqaratdik, yoki sizlar bizni qo'g'laytdinglar," debdi. Dal shu paytda ustiga Yamanda ishlangan yaktak va kashtilangan to'n kiygan, yashangan bir Qurayshlik kishi yetib keldi. U kishi xalq to'piga yiqilishib, "Nima bo'ldi?" deb so'rabdi. Kishilar uningdan Hazrati Umarni ko'rsatib, "Bu odam dinini tark etibdi," deyishibdi. U kishi, "Ha, uning tilini bog'lamoqchimisizlar? Bu odam o'zi uchun bir yo'l tanlabdi. Uningdan nima talab qilasizlar? Sizlar Bani Adi oilasi bu kishini sizlarning qo'linglarga tashlab qo'yadi deb o'ylamsizlar?" deb nasihat qildi. Shuning bilan kishilar Hazrati Umardan voz kechib, tarqilib ketibdi. Hazrati Umarning o'g'li Abdullah mundaq deydi: "Qasam qilamanki, ular dadamni xuddi kiyimdek o'rib olgan edi. U odamning gapi bilan u kiyim dadamning ustidan serilib tushgandek bo'ldi. Madinaga hijrat qilgandan keyin bir kuni dadamdan, 'Dada, sen musulmon bo'lgan kuni seni urmoqchi bo'lganlarni sendan yiroqlashtirgan u kishi kim edi? Alloh u kishidan rozi bo'lsin,' deb so'radim. Dadam, 'U odam Vail ibn As edi. Ammo Alloh uningdan rozi bo'lmasin,' dedi." Hazrati Umarning mundaq deganligi rivoyat qilinadi: "Men musulmon bo'lgan kun Makkada payg'ambar alayhisalomga eng ko'p o'chmanlik qiladigan kishining kimligini uqib, uningga o'zimning musulmon bo'lganligimni aytish orqali uni rosa xafa qilishni o'yladim. Aqlimga Abu Jahl keldi. Atisi atigan berib, uning eshigini qoqdim. U sirtqa chiqdi va menga, 'Xush kelding jiyanim. Nima bo'ldi? Biror ish bo'ldimi?' deb so'radi. Men musulmon bo'lganligimni sana bildirish uchun keldim," deb uni xafa qilmoqchi bo'ldim. U so'zimni anglabla eshikni yuzimga qartib, jang'ida yepib o'tib, "Elib kelgan u xabaringni naga elib barsang bor," dedi. Abdullah ibn Mas'ud mundaq deydi: "Umar ibn Xattob musulmon bo'lganga qadar biz Ka'bada hargiz namoz o'qiy olmaydik. U musulmon bo'lgandan keyin Qurayshlar bilan elishib yurib, oxiri Ka'bada namoz o'qiy oladigan bo'ldi. Bizmo uning soyasida Ka'bada namoz o'qiydigan bo'ldik." Hazrati Umar sahobalardan bir munchisi Habashistonga hijrat qilgandan keyin musulmon bo'lgan edi. Abdullah ibn Mas'ud yana mundaq deydi: "Hazrati Umarning musulmon bo'lishi musulmonlar uchun xuddi cho'ng bir fatih elib berilgandek ish bo'ldi. Shundaqla uning Madinaga hijrat qilishi zafar, xalifa bo'lib saylanishi bo'lsa rahmat edi. Umar musulmon bo'lishdan burun biz Ka'bada namoz o'qiy olmaydik. Ammo u musulmon bo'lgandan keyin Qurayshlar bilan elishib yurib namoz o'qiydigan bo'ldi. Bizmo uning soyasida Ka'bada namoz o'qishga jur'at qila oladigan bo'ldik." Hazrati Umar musulmon bo'lgandan keyin payg'ambar alayhisalomga, "Ey Allohning elchisi, o'lsak yoki sog' qolsaqmi, haq yo'lda bo'lgan yanada biz emasmi?" deb so'radi. Payg'ambar alayhisalom, "Albatta, jinim qudrat qo'lida bo'lgan Allohga qasam qilamanki, o'lsanglar yoki sog' qolsanglarmi, to'g'ri yo'lda bo'lgan faqatla sizlar bo'lsizlar," deb javob berdi. Hazrati Umar, "Undaqda biz nimaga yoshirinib yurimiz?" deb musulmonlarning qo'lidan o'rligining ilindiganligiga qarshi noroziligini ifodaladi. Ondan, "Seni haq payg'ambar qilib avatgan Allohning nomi bilan qasam qilamanki, bu ahvoldan, ya'ni maxfiy ish qilishdan qutulib chiqmasang bo'lmaydi," dedi. Payg'ambar alayhisalommo ishning oshkorlanishining vaqti yetib kelganligini bilib yetgan edi. Chunki islomga da'vat qilish masalasi dastlabida tarbiya va yordamga muhtoj kichik bolaga o'xshaydi. Ammo bu bola cho'ng bo'lib, o'zi ma'noligidek olg'a kelgan edi. Darvaqa payg'ambar alayhisalom da'vat va ibodat ishlarining amdi oshkora elib berilganligini jakarladi. Ondan sahobalarni ikki saf qilib tizib, Ka'baga qarab mangdi. Bu saflarning birida Umar, yana birida Hamza bor edi. U ikkisini musulmonlarning orasida ko'rgan mushriklar qattiq afsuslandi. Ular hech qachon mundaq afsuslanmagan edi. Payg'ambar alayhisalom u kuni Hazrati Umarga
Faruq unvonini berdi. Hazrati Umarga kelsak, Qurayshlardan hech kim uni bo'zaq qila olmaydi. Ammo ular boshqa musulmonlarga bekmi yomon muomala qiladi. Umar bu ahvolga bekmi qayg'uratdi va musulmonlarning beshiga qandoq kun kelsa, mening beshimgami shundoq kunning kelishini bekmi arzu qilaman deydi. Shu vajidan kufrlikning beshi bo'lgan mushriklarning cho'nglari bilan bir necha qatim qizirishdi. Ularning oldida o'zining musulmon ekanligini ochiq oshkora etdi. Hatto ularning ishkini qiqib, o'zining musulmon ekanligini takror xotirlatish orqali ularning g'azabini qo'zg'ab, pursti kelganda ularni raso dumbalab, musulmon qarindoshlarining ulardagi o'chini elib berishni bakmu umid qiladi. U aslida mushrik cho'nglari bilan tang tura oladi. Hazrati Umar hech qachon musulmonlar noil bo'la olmagan ne'matga va ularda bo'lmagan salomatlikka o'zining ega bo'lishini xohlamaydi. U musulmon bo'lgandan keyin mushriklar uningga qarshi bir saf bo'ldi. Bir kuni Hazrati Umar Quraysh cho'nglaridan Utba ibn Rabi'aning oldiga etilib kelib, barmoqini uning ko'ziga tiqib, ching besishga boshladi. Bu og'riq ichidimigan Utba var vaqirab ketdi. Atrofda turgan xalq Hazrati Umarning alpozidan shunda qo'rqib ketishdiki, hech kim uningga yaqinlashishga jur'at qila olmadi. Hazrati Umar o'rnidan turib, o'ziga yaqinlashganlarning ichida xalqqa to'nilgan, hurmatga sazovor kim bo'lsa, shuni tutib raso dumbaladi. Shuning bilan xalq chil bo'ridak taraf-tarafga pitirab ketdi. Kunlar o'tgan sari Qurayshlarning musulmonlarga bo'lgan besimi texmi eshib ketdi. Ammo islom dini Madinada tez yeyilib, taraqqiy qilyotdi. Payg'ambar alayhissalom Makkalik musulmonlarni Madinadagi qarindoshlarining yeniga hijrat qilishga undadi. Shuning bilan musulmonlar guruh-guruh bo'lib tayyorlanib, Makkani xufiyona tark etdi. Hazrati Umardan boshqa muhojirlarning hammasi shundoq yoshurun holda Makkadan chiqib ketdi. Hazrati Ali bu haqda mundaq deydi: Umardan boshqa musulmonlarning hammasi Makkadan nihoyat maxfiy chiqib ketdi. Ammo Umar hijrat qilishga qaror bergan vaqtida qilichini yeniga esib, o'qiyosini mo'risiga ortib, bir qo'lida o'q, yana bir qo'lida hos tayoq tutib, Udul Ka'baga mangdi. Bir to'p Qurayshlik Ka'baning atrofida to'planib turadi. Umar hech qanday qo'liqmay berib, Ka'bani 7 qatim aylanib tavob qildi. Ondan maqomi Ibrohimda turib namoz o'qidi. Ondan u to'plashib o'ltirib, o'ziga qarab turgan Quraysh mushriklarga qarab, Allah hammangning jazosini bersin. Sen haq yaqinda ko'rgilikingni ko'rishsan. Menga qarash, aranglarga kim onasini orqasidan yig'iltishni, bolasini yetim qilib, ayolini tul qo'yishni o'ylasa, kelib shu dongning orqasida qarshimga chiqsin, dedi. Ammo Qurayshlardan hech kim uning keynidan mengishga jur'at qila olmadi. Faqat zulmga uchragan musulmonlardan bir to'p kishi kelib, uni uzitib qo'ydi. Yo'lda Umar ularga ba'zi ishlarni tushundirib, foydali yo'llarni ko'rsatib berdi. Ondan ular bilan vidolashib, o'zi yolg'iz yurib ketdi. Hazrati Umar hijrat tayyorligini bitkizgandan keyin Ayyash ibn Abu Rabi'a va Hisham ibn As ismli ikki do'stiga xabar berdi. Ular birga hijrat qilmoqchi bo'lgan edi va Makkadan 10 mil yiroqlikdagi G'ifar diyorida o'zlari belgilangan vaqtda ko'rishmoqchi bo'lishdi. Belgilangan vaqtda yetib kelolmaganini saqlamay, qolganlar Madinaga mengiverdi. Darvaqa Hazrati Umar bilan Ayyash dal vaqtida yetib keldi. Ammo Hisham Makkadagi mushriklar tarafidan tutib olinib, dindan majburiy yandirildi. Ular yo'lga chiqib, Madinaga yaqin Quba yezisiga yetib keldi va Rifa'a ibn Abdul Munzirning uyida mehmon bo'lib turdi. Ammo Hazrati Umarning tog'illari bilan Ayyashning tog'isining bolalari bo'lgan Abu Jahl va inisi Haris qatorliqlar ularni niyatidan yondirish maqsadida keynidan iz qo'g'lab Qubagacha yetib kelishdi. Ular Hazrati Umarning mijozini bilgachga, uningga bir nima deyishni xohlamadi. Ammo Ayyashni yonlarga chaqirib, uningga "Anang seni ko'rmagicha o'zini kunning taptidan daldiga olmaydiganligiga va chechini tarmaydiganligiga qasam qildi", dedi. Buni anglagan Ayyash Umarning yeniga qaytib, uning maslahatini oldi. Hazrati Umar: "Allohning nomi bilan qasam qilamanki, ularning seni dindan yondirishdan boshqa niyati yo'q. Shuni ulardan nazar ayla va ular bilan qaytaman deb o'ylashma. Yana qasam qilamanki, agar onang isib ketsila, qasamini buzib soyida o'ltirdi. Beshiga bir tal pit tushgan hamon qo'liga darhol suzgichni elib suzadi.
Andın chechini maylaydi, deb maslahat berdi. Ammo Ayyoshning ko'ngli qaytishga moyil bo'lib bo'lgan edi. Shunga u qaytish uchun bir muncha bahonalarni ko'rsatishga boshladi va oxirida mundoq dedi: "Mening Makkada xeli ko'p melim qoldi. Men berib ularni yig'ib kelsam, musulmonlar uchun foydasi bo'lib qolar deb o'ylayman. Bu jarayonda onamning qasamini o'rindigan bo'laman" dedi. Hazrati Umar uningga: "Sen mening Qurayshlar orasidagi boylardan ekanligimni obdan bilasan. Men melimning yerimini sana ativtay, hargiz qaytma" dedi. Ammo Ayyoshga nasihat kor qilmadi. U qaytishga qat'iy niyat qilgan edi. Uning niyatidan yanmaydiganligini ko'rgan Hazrati Umar: "Bo'pti. Sen qaytishga niyat bog'lagan bo'lsang, boshqa amal yo'q. Eng bo'lmaganda muni tugamni elib mang. O'zi nasillik va yuvosh bir tuga. Agar yo'lda bu odamlardan chatoq chiqsa, bu tugi bilan qochib, jiningni qutuldirarsan" dedi. Darvaqa Makkaga qaytib 40 kilometr yiroqlikdagi Dajzon degan yerga kelganda Abu Jahl: "Jiyanim, mening tugam bakmo yerib ketdi. Xafa bo'lmasang, sening tuganga birdan mingan bo'lsam" deb bir bahona o'ydirib chiqdi. Ayyosh: "Albatta bo'ladi" deb tugisini cho'ktirdi. Uning puti yerga tegar tegmayla mushriklar yopirilib kelib, uni bog'ladi va Makkaga ilib kelib: "Ey Makka xalqi, bu paskash odamlarni ilib berib, qandoq qilsanglar qilinglar" deb jar soldi. Ular Ayyoshni zindonga tashladi. Hazrati Umar oilasi, inisi Zayd, tog'asining o'g'li Said ibn Zayd, kuyi o'g'li Hunays ibn Huzafa va o'zining tarafdorlaridan biri bo'lgan Vaqid ibn Abdullah qatorliqlar yetib kelgicha Rifa'a ibn Abdul Munzirning uyida mehmon bo'lib turdi. Ular yetib kelgandan keyin billa Madinaga qarab yo'lga chiqdi. Ammo Hazrati Umarning kallasi har doim u ikki do'stining oqibatida bo'lib, ularning kafirlarning zulmidan qutulishini tilab yurdi. Keyingi mezgillarda payg'ambar alayhissalom Xolid ibn Validning inisi Valid ibn al-Validni ularni qutuldirish uchun Makkaga avatdi. U bir yo'lni tepib